Endi mana buni qarang. Odam o'z kuchini ishongan yerda mana bir narsaga yetisha oladi. Qachon siz irodangizga, duxingizga ishonsangiz, qilaman men desangiz, siz albatta unga yetasiz. Yetasiz inshaalloh. Xo'p. Ulug'liq yoshdan uzoqlig'ida emas. Ketdi. Berganda biz haliga katta yozilgan shu virgullar, zapitayalar qo'ya olmadikda, bo'lmay qoladi. Ulug'liq yoshdan uzoqlig'ida emas. 90 ga kirganlar ham bor. Choyxonada umri o'tyapti. Odamlarning kallasini urushtirib ikkiga bo'lib yurgan fitnachilar bor. Ammo 15 yosh bolalar bor, 10 yosh bolalar bor, aqlli bo'ladi. Aqlda bo'ldi, tamom. Ulug'liq yoshdan uzoqlig'ida emas. Ma'da virgul bor. Aqlda. Aqlda. Endi men qarang. Manavi Bedil aka, Dilshod aka, Rustamjon, Boburjon, Zohidjon, Azamjon hammamizga tegishli. Boshladingmi? Qo'rqma. Qo'rqdingmi? Boshlavonda. Voy, lakt qanaqlab keldik. Baraka. Men qarang. Monani e'tibor beringlar. Qarang aka. Kedi ba'zan batqoqda yurgan odamdan jibekka o'rangan odamdan da toza bo'ladi. Qarang. Kedi botqoqlikka botib yurgan odam ba'zan ustivolar kir bo'lishi mumkin. Ammo u ipakka o'rangan odamdan toza bo'ladi ba'zan. Tirishchaqlik, harakatchanlik qiyinchiliklarda jengil. Jalqo'liq ularda jaratadi. Ya'ni yalqovlik nimani yaratadi? Qiyinchilikni yaratadi. Harakatchanlik qiyinchiliklarni yo'q qiladi. Xo'p. Mana qarang. Tarbiyalovning eng tatali, ya'ni tarbiyaning eng qiyini, jana ma'nilisi on pasini o'qib o'tiramiz. Qarang. Tarbiyaning eng qiyini va eng muhimi bu o'zi tarbiyalov. Eng qiyini shu. Xotinda, bolani, soldatni, askarlar tarbiyalavorsiz bo'ladi. Hayvonlarni tarbiyalavorsiz bo'ladi. Ammo o'zingiz tarbiyalashingiz qiyin. Mana uni qaranglar endi. Bu bir ozgina hajviyalik, ozgina bu yerda yumor bor. Boshi to'g'aloqdan bor eli odam emas. Vaqtni teng bo'lsang, tugan bo'l. Qayg'ini teng tartsang, bilim ber. Baxtli bo'ldingizmi? Zihnali qilib bekib olmang. Hamma bilan